Toshkent viloyati ona va bola salomatligi markazi bu ona va bola sog'lig'ini asrab-avaylashga bag'ishlangan samarali mehnat maskani. Bu markaz 2008-yilda tashkil etilgan bo'lib, 2023-yildan esa Respublika ixtisoslashtirilgan ona va bola salomatligi ilmiy-amaliy tibbiyot markazi Toshkent viloyati filiali sifatida faoliyat yuritmoqda. Bugungi kunda markaz 2,4 gektar yer maydonida joylashgan bo'lib, 4 ta asosiy korpus va bitta qo'shimcha inshootdan iborat. Umumiy 215 ta koyka o'rinlari bilan aholiga xizmat ko'rsatib kelmoqda. Misol uchun, 2024-yilda jami 13,829 ta ayollarni qabul qilgan. Shundan jami 8,018 ta chaqaloqlarni tug'ilishiga erishgan. Tarkibida akusherlik bo'limlari, ginekologiya, homiladorlar patologiyasi, muddatidan oldin tug'ilgan chaqaloqlar bo'limi, kattalar va chaqaloqlar reanimatsiyasi, markazlashgan parlash bo'limi, laboratoriya, dorixona va boshqa bo'linmalar faoliyat ko'rsatib kelmoqda. Markazda 540 shtat birliklari mavjud bo'lib, u yerda 58 nafar yuqori malakali vrachlar, jumladan 24 nafar akusher-ginekolog, 12 nafar neonatolog, 8 nafar laborant va 6 nafar reanimatolog hamda 8 nafar boshqa mutaxassislikdagi vrachlar faoliyat yuritmoqda. Ularga 240 ta o'rta tibbiy xodimlar, akusherka va hamshiralar yordam berib keladi. Asosiy maqsadimiz ona va bola salomatligini muhofaza qilish, aholining reproduktiv sog'lig'ini mustahkamlash hamda zamonaviy tibbiyot yutuqlari va milliy qadriyatlarni uyg'unlashtirgan holda xizmat ko'rsatishdir. Toshkent viloyati ona va bola markazi bu sog'lom bolalar, baxtli onalar va barqaror kelajak demakdir.